Hurmatli ota-onalar, farzandingiz 6-sinf bitiruvchisimi? Ijod qilish qobiliyatiga egami? Unda ikkilanishga aslo hojat yo'q. Jizzax shahridagi Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi a'lochi, ijodkor va tashabbuskor o'quvchilarni o'z bag'riga chorlaydi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan 2017-yilning 27-aprelda Jizzax viloyatiga tashrifi chog'ida Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabini tashkil etish to'g'risida topshiriq berdilar va ijod maktabi 2017-yilning oktyabr oyida tashkil etildi. Bugungi kunda ijod maktabi 300 o'rinli o'quv binosi, 180 o'rinli yotoqxona, 126 o'rinli faollar zali va 180 o'rinli oshxonaga ega. 228 nafar o'quvchi yoshlarga 31 nafar pedagoglar, 14 nafar tarbiyachilar ta'lim va tarbiya berib kelishmoqda. Fan o'qituvchilarining 19 nafari oliy toifali ustozlardir. Shu kunga qadar maktabimizda 16 nafar iste'dodli yoshlarning she'riy to'plamlari chop etilgan. Qolaversa, har chorak davomida iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ijod maktabi xodimlari stipendiyasi taqdim etilmoqda. Viloyat fan olimpiadasidagi maktab o'quvchilarining ishtiroki 2022-2023 o'quv yilida 11 nafar, 2023-2024 o'quv yilida 12 nafar, respublika miqyosida esa 2 nafar, 2024-2025 o'quv yilida 19 nafar, respublika miqyosida esa 1 nafar o'quvchilarimiz faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Men Ziyat Vahlola Nodirjon qizi 2022-yildan buyon ona tili va adabiyot fanidan fan olimpiadalariga qatnashib kelaman. Xususan 9-sinfda faxrli 1-o'rinni, 10-sinfda faxrli 3-o'rinni va 11-sinf 2024-yilda o'tkazilgan viloyat fan olimpiadasida 2-o'rinni va 2025-yilda o'tkazilgan respublika fan olimpiadasida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Bugungi kunda ijod maktabida 5 ta fan va 9 ta ma'naviy ma'rifiy, yosh tarjimonlar, web dizayni, nazm gulshani, musiqa zarbli, musiqa torli, tikuvchilik, aktyorlik mahorati, Photoshop, Adobe Premiere, turk tili to'garaklari o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Maktabimizda Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati joylashgan. Milliy gvardiya xodimlari bizning tinch va xotirjam bo'lib o'qib, ijod qilishimizda yordam berishadi. Maktabimiz asosiy 2 ta o'quv va yotoqxona binolaridan iborat. Yotoqxona o'quvchilar uchun bepul va barcha shart-sharoitlarga ega. Bizning jonkuyar oshpazlarimiz bizga 5 mahal issiq ovqat tayyorlab berishadi. Bularning barchasi ham bepul. Maktabimizda barcha sharoitlarga ega bo'lgan yotoqxona hamda ijodkor o'quvchilar erkin ijod qilishlari uchun ijod bog'i mavjud. Sportning qo'l to'pi, voleybol, basketbol, futbol turlari bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega sportzal ham mavjud. Bilim va malakalarni baholash agentligining 2024-yilgi statistik ma'lumotlariga ko'ra, test sinovida ishtirok etgan ijod maktabi bitiruvchilarining o'rtacha umumiy balli 166.9 ball bilan Jizzax viloyatida 1-chi, respublika miqyosida 2-o'rinni egalladi.